Ati! Bugün soqqani borini yeyman bu yerda. Ha, chuchmal qani? Tushunmadim. Ochishni olasan. Kechirasan, tiyib ketdim. Ancha aql qilasan. Ur. Tur hayda bu yerda men ishlayman. Bratishka. Normal ko'tar toshchan, xo'pmi? Tushunmadim. Ur, nima qarab turibsan? Ur. Maslahatim bunga tegma. Надо подкачаться, надо подкачаться, надо подкачаться. Meni zo'rladi deb oshirib yoribsan-da, qanday zo'rlaydi seni? Zo'rlatdi meni. Zo'rsan deb tur o'rdi-da. Qanday ko'zingga urgan bo'lsa qolgan joylaring sinib ketadi. Bular menga nisbatan borku, psixologik o'dalar bo'ldi-da. Vaqtida kalbasa jiyishga borku, pulimiz yo'q edi. Shantajchi. Demak, ariza yozamiz, ha? Yo'q, ariza yozmaymiz, kelishib olamiz. Mayli, bir safar xo'p deng, men becharam ko'nglim bo'shda. Shuni ursa yana xo'p deb ketaveraman. Bunchalik urganim yo'q lekin. Chol ko'p gapirmay, eshityapman. Chalishni bilmaymanmi? Urishni bilasan, ha? Toza borku bir skripka bol ekansan-da. Yuksalishga o'zi nimaga keldik? Bilasanmi, meni jomon ko'rsang ham faqat seni o'ylab yuraman. Hayda tez. Terpila bo'lsam, halol terpilaman. Menga birida bir so'm ortiqcha pul kerak emas. Olsam mehnatimga yarasha olaman. Men ham kerak emas menga haligi birida oltida jomonatli bo'lish. Xo'p, nima qilishim kerak endi? Yuksalish do'konlar tarmog'ida juda katta aksiya ketyapti. Ko'rdingmi, seni o'ylayman. To'xta. Mana buni kirmashini olamiz, maylimi? Seni o'ylab yuraman men. Bu yerda 17-martdan 17-aprelgacha juda katta aksiya ketyapti. Agar 4 million ziyod narsa olayotgan bo'lsang, ko'plab qimmatbaho maishiy texnikalar yutib olishing mumkin. Soppa qolgansan o'zi. Voh. O'zimdan o'tgan o'zim bilaman, jo'ra. Bekor urdim dey shuni. Anshida urushqa oraslardan bekor urdim-da deb jurasan keyin. Hayda tezlashtirib. Eng asosiysi bu aksiya doirasida umraga yo'llanma yutib olishing mumkin. Bundan ham tashqari 31-martgacha mebellarga 10% chegirma ketyapti. Agar mashina olib turayotgan bo'lsang, mashinani ko'p ish qilamiz. Sen baxtimga sog' bo'l, xo'p? Seni yaxshi ko'raman. Alo? Orderamiz MCZ eshitadi. Ha, bizda hozir juda katta aksiya ketyapti. Agar ikkita mush urayotgan bo'lsangiz, bitta orqamga tebish qo'shib beriladi. Ha, orqamga tebish. Ha, jonim. Yo'q, to'yni Toshkentda qilamiz. Qishloqda qilmayman, eng zo'r restoranda qilamiz. Sen ham bor-ku, uyingdan hali qara biling, cho'rni Rolls-Royce olib chiqib ketaman. To'yga eng zo'r artistlar aytamiz. Yulduz Usmonova, Hamdam Sodiqova. Ha. Qara asalchan. Telefonimda men oylik to'lov kelganda, shuni 37 ming so'm tashlab ber. Xo'p, jonim. Qaysi ahmoq judo qilmish sizni aqldan? Asara baqir, men telefonda gaplashyapman. Sen moliyada o'qisang, men aktyorga tayyorlanyapsan. Bitirgandan keyin bankda ishlaymanmi? Keyin kredit olgan odamlar uyiga borib, kredit to'lamasangiz holimizga maymunlar deb yig'laydi deyishim kerak-ku. Oyang sassam, lekin kallang zo'r ishlaydi seni. Ha, jonim. Garderobimda kiyimlarni taxlab qo'yapman-da. Akkuratni bo'laman-ku. Salom alaykum. Uyda nima qiling, go'fa? Mayli, iltimos. Kokos. Ovqatdan keyin yeymiz. Bu banan. Kokos emas bu, bananas. Sifati bulog'an shirinligi. Bu ditski-ku. Qizim o'g'limda, qizim ham ditski-da. İşte. Sifati cho'kali shirinligi. Choy bilan zo'r ketadi. Ha. Bu sifati yangi chiqqan shirinligi ham akti buni. Maniki cho'kali. Vaqtli, maniki iltimos. Ovqatdan keyin yeymiz. Go'sht bo'shakmangmi ovqat qilishimizga? Hammasi ovqatdan keyin yeyiladi bular. Onash, to'yimizga shirinliklar hal qilib qo'ydim. Qara jonim. Paynet nima bo'ldi? Gidip gidiyorum mamanya. Yok git o mamanyası.
eringiz haydab yubordimi deyman, chemadalar bilan chiqib boribsiz. Endi haydab yuboradi hamda bunaqa xarakterga kim chidaydi? Erjonim Antaliyaga 10 kunlik putyovka olibdilar. Shunga ketyapmiz. Antaliyaga. Mayli, men narsalarimni yig'ib qolay. Antaliyaga boring, narsalar bor, maza qilib dam olib kelinglar. Nimaga bular ketaveradi Antaliyaga? Mana o'zim mamnun ichaylik. Mojito fresh Achakova. Salqingina bo'ldimi o'zim? Har doim asabiylashganimda shuni olib keling bo'ptimi? Voy O'sinjon, qarang, erim brilliant o'zi podarka qildilar. Ha, brilliantmi? Ha. Salla hozir. O'xsa anoni yeri brilliant o'zi podarka qildi, brilliant. Nima qilibdi? Mana misol uchun mening Erjonim kecha brilliant tros sovg'a qildilar. Voy, brilliant. Podarka qilgan ekan-a? Men yonib ketamanmi? Men chidolmayman, men yonib ketamanmi? O'sin, suvdan sepaymi, sovutaymi? Yo, bu pistirloqcha meni sovutmaydi. Menga boshqa. Ha. Meni ko'zimga birovdan ko'rinma. Brilliant.